Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan turk tilida 3-darsni o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz hozirgi zamon qo'shimchalari, ya'ni o'tgan darsimizning davomini o'tamiz. Hozirgi zamon qo'shimchalarida til bilgisi, ya'ni grammatika. Kishilik olmoshlari men, sen, u va hokazolarga hozirgi zamon fe'li, ya'ni ish harakati bir-biriga qanday bog'lanadi ko'rib chiqamiz. Misol uchun o'zbek tilida men olmoshiga yashamoq fe'lini bog'lasak, hozirgi zamonda yashamoq men yashayapman, sen yashayapsan, u yashayapti. Ishlamoq desa men ishlayapman, sen ishlayapsan, u ishlayapti bo'ladi. Endi esa turk tilida hozirgi zamon qo'shimchalarini ko'rib chiqamiz. Ben, ya'ni menda. O'qiyorum, o'qiyapman. Çalışıyorum, ishlayapman. Yaşıyorum, yashayapman. Senda qanday bo'ladi? Sen turk tilida ham sen buni o'tgan darsda o'tgan edik. O'qiyorsun, o'qiyapsan. Çalışıyorsun, ishlayapsan. Yaşıyorsun, yashayapsan. U da, ya'ni o. O'qiyor, o'qiyapti. Çalışıyor, ishlayapti. Yaşıyor, yashayapti. Siz, ya'ni hurmat yuzasidan yoki o'zingizga nisbatan katta insonlar bilan suhbatlashganingizda siz o'qiyorsunuz, çalışıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ya'ni o'qiyapsiz, ishlayapsiz, yashayapsiz. Endi turk tilidagi bildirish qo'shimchalarini ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, o'zbek tilida biror bir narsaning o'rnini, joyini bildirish uchun da qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, uyda, ko'chada, ishda. Turk tilida bildirish qo'shimchasi sifatida da va de ishlatiladi. Masalan, evde, ya'ni uyda, fabrikada, shaharda, shaharda. Bularni qaysi joyda qanday ishlatilishi haqida ham ma'lumotlar berib o'tamiz. Qo'shimchalar so'z oxiridagi harflarga ko'ra o'zgaradi. Qachon da, de, ta, te ishlatilishini ko'rib chiqamiz. So'z oxiridagi yoki oxirgidan bitta oldingi harf jarangli unli bo'lsa, da yoki ta qo'shimchasi qo'shiladi. Bular a nuqtasiz i, o va u. Agarda so'zdagi oxirgi yoki oxirgidan bitta oldingi harf jarangsiz unli bo'lsa, de yoki te qo'shimchasi qo'shiladi. Bular e, i, o, u, ya'ni tepasida nuqtasi bor i, o, ular. So'zdagi faqat oxirgi harf jarangli undosh bo'lsa, ta yoki te qo'shiladi. F, s, t, k, ch, s, h, p harflariga. Misollar: agar oxirgidan bitta oldingi harf jarangli unli bo'lsa va oxirgi harf jarangli undosh bo'lsa, u holda ta qo'shiladi. Masalan, uchakda, tarafda. Agar oxirgidan bitta oldingi harf jarangsiz unli e, i, o, u bo'lsa va oxirgi harf jarangli undosh bo'lsa, u holda te qo'shiladi. Masalan, Tashkentda, Gaziantepda. Boshqa hollarda yuqorida ko'rsatilgan so'z oxiridagi harfga ko'ra da yoki de qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, arabada, yo'lda, o'qulda. Endi esa buyruq fe'lini ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, o'zbek tilida moq qo'shimchasidan faqatgina fe'l yasash mumkin. Masalan, bormoq. So'zi bu fe'l, ish harakat, buyruq ko'rinishi esa bor. O'qimoq so'zi bu fe'l, buyruq ko'rinishi esa o'qi. Turk tilida esa fe'l yasash qo'shimchasi sifatida mak yoki mek qo'shimchasi ishlatiladi. Masalan, yapmak, qilmoq, buyruq ko'rinishi yap, ya'ni qil. O'qimak, o'qimoq, buyruq ko'rinishi esa o'qi, ya'ni o'qu. Gelmek, kelmoq, buyruq ko'rinishi gel, ya'ni kel. Mak va mek qo'shimchalari fe'ldagi oxirgi unliga ko'ra o'zgaradi. Quyida turk tilida fe'l yasash usuli berilgan. Ular jarangli unlilardan keyin mak, ya'ni bakmak, o'qimak qo'shimchasi, ya'ni mak qo'shimchasi qo'shiladi jarangli unlilarga. Jarangsiz unlilardan keyin kelsa mek, getmek, gelmek, mek qo'shimchasi qo'shiladi. Bu suratlarda qaysi harflarligini ko'rib olishingiz mumkin. Va shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.